Uy sotish ham oson emas lekin. Bloger bo'lish ham oson emas. Hop. Rishtonni Bog'iston biridan sizlarga zo'r hovli topib qo'ydim. Hozir obzorini qilib beraman. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana Bog'iston 1da maktab, nariyoqda bog'cha, больница ham bor, mana stadion. Sizlarga zo'r hovli topib qo'ydim mana. Bu hovlini oldin qo'yganmiz, narxini rosa chiroyli qilib tushirib qo'ydik. Darvozaxonadan kirganingizda u tomon bilan chiqsangiz bo'ladi, bu tomon bilan lestnitsa bor chiqishga, bu tomon ko'chaga chiqish joyimiz. Pastda ham joylari bor ekan, shu teraklar tomonda. Kiramiz, srazi uzun koridor. Bitta xonamiz, ha. Bu tomonda mana sanuzil uchun joy qoldirgan, отдельный eshik bor. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana o'zlaring qaranglar, rosa ham zo'r qo'yibdi proyektni ham. Shu holatda sotiladi. 8 sotiq, gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Oldin narxini $32,000 qo'ydik, hozir $27,900. Yana sunnatga ozmoz o'tib berishadi. Boshinglar. Bitta, 2 ta kuxnya qilaman desam, bitta 4 ta sanuzil bilan darvozaxona, chiqish joyimiz, zaborlari bo'lgan. Rosa ham zo'r. 12 millionga qo'yganman dedi, 2 sloy shumkasi bilan. Lekin mana sharoit. Eshik qo'yish ham hozir oson emas. Bu hovlimizga shu joy ham kiradi. Xohlasanglar, molxonami, katakxonami qilib qo'ysangiz ham zo'r joy. Shahar shovqinidan zerikkanlar uchun maxsus joyimiz. Mana har doim gaz, suv, svetdan muammo yo'q desam, gapirasizlar. Mana pastdansa, mana turbada gaz, suvi onaqa borsalaring bor. Mana shu xonamiz sotiladi. Aholi yashaydi bu joyda mana.